Bitta savol har doim meni qiynaydi. Nimaga endi uylanish zino qilishdan-da qiyin bo'lib ketgan? Keling shu mavzu haqida ozgina gaplashamiz. Hozir uylanish uchun 30 yoshda bo'lishingiz, yaxshi uyingiz bo'lishi, kamida 500 kishini to'ydirishingiz va butun shaharni hayratda qoldirishingiz kerak. Ammo zino qilish uchun esa birgina qo'ng'iroq kifoya. Lekin haqiqat shundaki, siz nikoh qurishingiz uchun hashamatli uy, so'nggi rusumdagi mashina va mahrga gelik berishingiz shart emas. Nikoh qurishingiz uchun sizga vali, uning qizi, 2 guvoh va mahr kerak bo'ladi xolos. Dinimiz nikohni juda oson va oddiy qilgan. Lekin odamlar uni o'zlarining orzu-havaslari bilan murakkablashtirib yuborishgan. To'g'ri-da, to'y umrda atigi bir marta bo'lsa, misqollab yig'ilgan pulimizni ayamasdan ishlatishimiz kerak-da. Subhanalloh. Hozir shunaqangi zamonda yashayapmizki, Alloh buyurgan halol ishni qilish zinodan ham qiyin bo'lib qolgan. Agar bu gapimga ishonmasangiz, hisoblab ko'ringchi 25-30 ga kirib, hali ham uylanmagan tanishlaringiz soni qancha ekan. Nima ham deymiz? Bo'ydolarga Allohning o'zi yordam bersin.